Yerim yuribdi, nima qilay, borib yurib kelaymi, siz bilan ko'rishaylik, yonimda turing. Jon opa, kal eringizda tinch qo'yib turing. O'zimni yerim o'ynash qilgan paytida borib o'sha ayolni yulib kelish xayolimga ham kelmadi. Yerim senga ol dedim, eplab ola olsang agar dedim. Uni o'rniga o'zimga qaradim, kosmetologga bordim, lablarda, full face'larda, manetdagi ajinlarni yo'qotdim. Yerim yuribdimi, men ham yoshardim, go'zallashdim, chiroylandim, chiroyli kiyimlarni kiydim. Oqibatda nima bo'ldi? Yig'lab o'ynashchasi telefon qildi. Siz bo'lolmas ekanman, kaltak yeyman har kuni deb, erim qoptoq qilib tepibdi xotinimni bir tirnog'ini uchiga arzimaysan deb. O'zbek ayollarining eng katta xatosi erim yuryapti deb o'sha xotinni borib yulaman deydi, erim bilan janjal qilaman deydi. Yo'q, sizlarga vaziyat tug'ildi. Undan ko'ra pullarni olinglar eringlarnikini. Boringlar kosmetologga, onasini emsin. Qilinmagan joylarda qilinglar, go'zal bo'linglar. Oqibatda kaleringlar o'zi aylanib qozig'ini topadi. Zato tilinglar ustun, burninglar osmon bo'ladi. Esinglardan chiqazmanglar.